video qilmayman deymanu majbur qilishadi. Xullas qarang. 100 million ketdi-ku pulingiz. Avvalo Xudo. Mana emasman. Men Xudodan qo'rqaman. Birorta kasalim natija olmasa, undan ko'ra ko'proq qilaman. Undan ko'ra ko'proq o'sha natija olmagan holatda gaplashishni o'zim yoqtirmayman. Yomon ko'raman. O'sha holatda yuzlashib qolmaslik uchun maksimum rezultat qilishga harakat qilaman. Chunki noiloj, chorasiz holatdagi bemorni ko'rish vrach uchun o'zini ishiga nisbatan sovush paydo bo'lishni boshlaydi-da. Yaxshi ko'rgan ishiga nisbatan 3 ta o'xshamagan kasal kelib qolsa o'zimga, o'sha kun ishoning kayfiyatim dabdala bo'ladi. Agar 5 ta yoki 1 ta, 2 ta rezultat bilan kelsa, charchagan payt kayfiyatingiz birdan ochilib ketadi. Biz xohlaymiz bemordan ko'ra ko'proq rezultat qilishni. Endi ekomi, tabiiymi hammasi Allohdan. Alloh beraman desa 18 yoshli qiz bilan 45 yoshli ayolda yo 40 yoshli ayolda eko boshlaganmi? 18 yoshli qizda o'xshamay 40 yoshli ayolda o'xshab ketgan. Endi qarang, 18 yoshli qizga men 80% rezultat beraman. 40 yoshli ayolga 20% beraman. Lekin Xudo ol pulimni bunga beradi, bunga bermaydi. 100 million pulim ketdi deyapsiz. 5 ta eko qilinishingiz aniq. Eringizni urug'ini soni 7 million bilan tabiiy homiladorlik men hali shaxsan ko'rmagan. 7 million urug' chiqqan. Eko qilishgan. Nech pul ketdi dedingiz? 100 million pul ketdi. Lekin nechta follikul olishdi? 5 dona. 5 dona follikula bu inson boshqara oladigan narsa-da. 5 dona follikulasi bo'ladigan bemorlarimga men 10% dan ziyod garantiya bera olmayman. U yerda follikulani soni emas, u follikulani sifati. U follikula bilan erin urug'ini qo'shgandan keyin embrionlarda sifati, nogironmi, nuqsonmi, nechta chiqadi. Men bunda urug'ga qarayman-da, ayolda follikulasini ko'raman-da, azospermiya bo'lsa, xo'p, buni urug'i chiqqan taqdirda ham ayolni follikularni zaxirasi yetadimi eko qilishga? Qanaqa sifatdagi embrionlar chiqadi? Men ekoni rezultati haqida miyamga birdan xarita chiziladi. Chunki men u jarayonning oxiriga ko'p borganman-da. Androloglar, ginekologlar faqat bir tomonlama yondashadi uchun o'zini ishini qiladi, chiqadi, lekin erta natija bola kerak. Bu ishlarning hammasi bola qilish uchun o'zi harakat qilyapti, to'g'rimi? Kitobda yozilmagan 100 minglab bemorda tajribasi bor kompyuterimda, misol uchun. Menga rezultat uchun 10 tadan ko'p follikula bo'lsa, masala ishonch bilan ishlang. 10 ta follikula bilan 3 ta embrion, 2 ta embrion, men sog'lomlik haqida gapiraman. 5 ta embrion bo'lib 5 oy ham nuqson bo'lsa nima keragi bor? Avvalo Xudo inson qiladigan ishlarni maksimum professional qilish kerak. Bemorga tushuntirish kerak, "O qizim, yo singlim 5 ta follikula. 5 ta follikuladan nechta embrion chiqadi bilmayman, chunki eringning urug'i yomon, 7 million urug' sifatsiz. Morfologiya 1 yo 0 yo 2. Embriologiya laboratoriyani full qiling. Stimulyatsiyani to'g'ri qiling va androlog sifatida erkak urug'ini zo'r qilishga ko'taring. Maksimum ko'tarasiz, baribir kafolat bermaysiz, qanaqa chiqadi oxirida. Uni embrion qiladi. Zo'r lechina qilasiz, baribir embrion qo'yilib boradi. Ayolda follikularning sifatini zo'r qilingda, keyin Xudodan o'tirib namozni so'rang. Endi u yoqqa boshqara olmaysiz, opa. Ana shu inson boshqaradigan 3 ta 4 ta omillarni full qilish kerak, professional tarzda qilish kerak, mas'uliyat bilan. Har 3-4 pulni olib ket, Xudodan demas kerak. Demak, erkakni ko'tarish kerak, imkoni boricha ko'tarish kerak. Ayolda tuxumdor zaxirasini imkoni boricha sifatini, hayot sifatini, uxlash, dam olish, to'g'ri ovqatlanish erkakda ham qilish kerak. Embriologiya laboratoriyasi eng zo'r apparatlar, eng zo'ri bilan zalotoy standart bo'yicha jihozlang. Stimulyatsiya protokollariga bu yerda tajriba kerak bo'ladi endi. Hamma narsa qon analiziga, fezga, elga qaramaydi. Protokollar ko'p qilgan bo'lishingiz kerak. Ko'proq stimulyatsiya protokol qilsangiz, sizda o'sha bu bemorda qanaqa follikula chiqishini, qanaqa sifatdagi follikula 25 ta follikula chiqadi, ichidan 5 tasi yaxshi chiqishi mumkin. Tushunyapsizmi? Bu hayot sifatiga, uyqusiga, turmushiga bog'liq yoki protokollariga bog'liq yoki ekoga noto'g'ri podgotovkasiga bog'liq. Har xil uydagi jig'ibig'i, ovqatlanishi, uyqusi, asabi, qaynonasi, eri bilan tortish shularga bog'liq. Siz o'zimiz inson qiladigan tomoni, bemor o'zi tomonini yaxshilasin, professional yondashsin, vrach o'zi tomonini professional yondashsin, embriologiyasi zo'r bo'lsin, keyin Xudodan so'rash kerak. Lekin men 5 ta follikula bilan mana bemorlarim bilishadi, ekoga olmayman. Chunki u yerda rezultat 5-10%. $6,000 pul, bu kichkina pul emas. $6,000 pul beryapsiz. O'rtog'ingiz keldi, biznes boshlaymiz deyapti. 90% bankrot bo'lasan desa qilasiz, qilmaysiz. Avvalo Xudo, bola to'g'ri, mevasi shirin, mevasi shunga arziydi qiladigan harakatlarimizni.
Lekin ana u kichkina pul emasda odamlar uni qiynab topadi. Men bilaman qanaqa topishini. Sasib yotgan pul bo'lsa ekan, olib kelib shkaf ustida olib kelib, "Ma" deb emas. Qiynab topadi. Oylik ishlaydi. O'zbekiston xalqini bilasiz-ku. Qiynab topamiz. Shuning uchun inson qiladigan omillar biz birinchi rentgenlarni ko'ramiz, zaxirani ko'ramiz, urug'lar sifatini ko'ramiz, bemorning yoshiga hisoblaymiz, irsiyatini ko'ramiz, anamnez yig'amiz, keyin necha foizlar rezultat olaman desa, keyin men rezultat haqida gaplashib beraman. O'zim 80% ishongan bemorni qilattiraman, lekin 10%, 15%, 20% desa boshqa variantlarni ko'raylik, unga ko'ra tabiiy harakat qilaylik yoki yig'aylik, follikullarni degan narsani aytishman. Hammasi xudodan. Lekin biza o'zimiz inson qo'ldan keladigan narsaga ko'z yumib ketmaslik kerak. Uni to'g'ri olib borish kerak.